Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Grizzly DLC. Xo'p do'stlar, bugun DLC 26ni rasmiy yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Nimalar o'zgarganini ham bu videoda ko'rib olishingiz mumkin. Hammasini bitta aytib o'tishga harakat qilaman. Video boshlashdan videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Xudo sizlarni yordam demak biz videoni boshlaymiz. Birinchi o'pkizga tashlangan narsa bu stadion. Lekin yomon emas, mana chetlarini yaxshi bitta tomon tepaga chiqqan, bitta tomon pastga tushgan, yomon qilmagan. Yana bir ko'zga tashlangan narsa bu radar. Bu var vazifasini ham bajarishi mumkin. DLC 25dagi radarni ham ekranga chiqarib qo'ydim. Futbolchilarning skilliga ham anchagina e'tibor qaratganga o'xshaydi. Baglarni to'g'rilasa juda ham yaxshi bo'lardi DLC. Xo'p do'stlar, bizning Telegram kanalimizga ham qo'shilishini so'rab qolgan bo'lardim, chunki bu kanalimizda minikap hamda turnirlar bo'lib o'tadi va bizni tanga va olmos yig'ish xizmatlarimiz bor. Mana tariflarni ko'rib o'tishingiz mumkin. Bu tariflar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana ko'rib turganingizdek murojaat uchun degan joyda Triamol 884 ga murojaat qilishingiz mumkin. Kanal silkasini ham ko'rishingiz mumkin. Yana bir yangilik, siz Secret Player ochganingizda endi mana shunaqa futbolchilar chiqib kelar ekan. Bu juda ham chiroyli va yangicha did beryapti. Yanada qiziqishni oshiradi bu. Va bu unchalik katta yangilik emas. Julian Alvarezning face'idan foydalanmoqda DLC 26da ham. Bu degani DLC'ning logosida ham Alvarez turadi degani. Yana bir bomba yangilik DLC 26 bomba yangilik do'stlar. Chunki bu bir jamoa degani jamoangizga o'zingizni yoqtirgan o'yinchilarni qo'shib, ya'ni odam qo'shib, shunga yig'ib reytingga o'zingizni qo'yishingiz mumkin. Kichkina informatsiya beradi, logolarni Qolganlar unchalik qiziq bo'lmadi. Kanalimizga obuna bo'lmasligini unutmang. Videoni shunday ko'rganingiz uchun rahmat.